Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Good morning, good afternoon, good evening. Bu videolar sizlar uchun maxsus olinyapti va uni siz kunni xohlagan vaqtida ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan bugungi mavzuyimiz some any mavzusi. Some any mavzusi bu nima uchun muhim? Chunki siz uni IELTS'ni writing qismida ham, speaking qismida ham va undan tashqari reading, listeningda ham hamma yoqda uchratasiz va ishlatasiz va kundalik hayotda ham juda ham very actual deydi, juda ham aktualniy so'zlardan biri. Nima uchun? Chunki o'zbek tilida mavjud emas, lekin ingliz tilida har doim ishlatiladigan tushuncha. Some any. Bu biroz yoki bir nechta, bir qancha yoki ba'zida ba'zi degan tarjimalarni berishi mumkin. Keling yaqinroq o'rganamiz. So, bu qiz nima deyapti? I have some money deyapti-da. I have some money. Menda biroz pul bor. Money bu sanalmaydigan-da, pullarni sanamaymiz. Ya'ni bitta yoki ikkita, uchta deyishda ilojisi yo'q. I have some money deyapti, biroz pulim bor. Endi some bitta narsani boshdayoq bilib olamiz. Some o'zidan keyin sanaladigan va sanalmaydiganlarni olib kelishi mumkin. Hech qanaqa bu yerda ajratilish yo'q. Bittagina nima deydi? Bitta narsani bilib olishimiz kerak, faqatgina o'sha somedan keyin sanaladigan kelsa, u ko'plikda keladi, sanalmaydigan kelsa birlikda keladi. Bo'ldi. Umuman boshqa farqi yo'q. Demak, misol uchun I'm going to buy some clothes. Birinchi gapga qaraymiz. I am going to buy some clothes. Clothes bu kiyim, ko'ylak va u sanaladigan. Yes. O'shaning uchun ham clothes ko'plikda turibdi. I'm going to buy some clothes. Men biroz kiyim sotib olmoqchiman. Endi I'm going to buy clothes desachi, в prinsipida endi bo'ladi. Lekin inglizlar shunga o'rganib qolishgan, har qanday narsa, buyum haqida gapirganda, uning bor yoki yo'qligini aytayotganda qandaydir miqdoriga ishora qiladilar va bu ba'zida mana shu ko'plik bo'lishi mumkin, kam bo'lishi mumkin yoki ko'plik, kamlik umuman ahamiyatga ega bo'lmagan holat bo'lishi mumkin. Bizda some xuddi shunday holat, ya'ni ko'p yoki kamligi muhim emas. Вот. There is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge, for example. Da ko'ryapmiz. Fridge bu xolodilnik, xolodilnikda biroz sut bor. Ya'ni uning kam yoki ko'pligi aytilmayapti. Shunchaki biroz sut bor. We made some mistakes. We made some mistakes. Biz bir qancha xatolar qildik, deyapti-da. Demak, mistake sanalyapti, o'shaning uchun ham s bilan turibdi. Endi any'ga qaraydigan bo'lsak, some'ni any'dan farqi nima yoki any'ning some'dan deylik-da. Bu ahamiyat bergan bo'lsangiz, some faqat darak gaplarda ishlatilyapti. Faqat darak gaplarda, inkor gaplarni aytadigan bo'lsak yoki so'roq gaplarni ishlatadigan bo'lsak, biz any'dan foydalanamiz. Demak, use any in negative. I am not going to buy any clothes. I am not going to buy any clothes. Men kiyim sotib olmoqchi emasman. Yes, demak any. Bu yerda some ishlatilgan joyda bu yerda any'ni ishlatdik. So there isn't any milk in the fridge. There isn't any milk in the fridge. Xolodilnikda hech qancha sut yo'q. Shunchaki sut yo'q desak ham bo'ladi. Yes, there is no milk. Yoki there isn't any. Prosta any'ni ular ishlatish yaxshi ko'radi. Biz ham o'rganamiz shuning uchun ham. Or we didn't make any mistakes. We didn't make any mistakes. Biz hech qanaqa xato qilmadik-da. Buni hech qanaqa deb perevod qilsak ham bo'ladi. Aslida men o'sha holatda qilyapman. Endi va any bizda so'roq gaplarda ham ishlatiladi. For example, is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Xolodilnikda sut bormi? Xolodilnikda sut bormi? Is there any milk? Savol bo'lyapti-da, demak any ishlatilyapti. Is there milk desak ham aslida bo'ladi-yu, lekin aytganimizdek o'sha narsa. Shuni ma'qul ko'rishadi va biz buni o'rganamiz. Any to'g'ridan to'g'ri bu yerda biror bir tarjimaga ega emas. Does he have any friends? Uning do'stlari bormi? Agar bitta bo'lganda edi, biz any'ni ishlatmasdik. Does he have a friend? Yes, va ko'p so'rayotganimiz uchun does he have any friends? Uning birorta do'sti bormi? Or do you need any help? Do you need any help? Sizga yordam kerakmi? Yes, do you need help or do you need any help? Aslida hech qanaqa ko'rganimizdek farqi yo'q. Lekin ba'zi holatlar bor, biz ularda so'roq belgisini ko'ramiz, lekin some ishlatilganga guvoh bo'lamiz. Misol uchun, would you like some coffee? Would you like some coffee? Qarang, nima uchun
Some bizda so'roq so'zda ishlatilyapti. Sabab shuki, bu yerda savol emas, so'roq belgisi turgan bo'lsa ham, kofe ichasizmi? Bu offer. Offer so'zni eslab qolamiz. Offer bu taklif. Taklif qilinyapti. Siz choy xohlaysizmi? Coffee xohlaysizmi? Da, yes please. Ya'ni bu savol emas, bu taklif. Yoki ikkinchisi, when we ask for things, biz so'rasak, for example, can I have some? Yes, can I have some soup please? Or magazinga borganda biz ham can I have some deb turib menga bering degan ma'noda so'raymiz. Ingliz tilida please give me deb to'g'ridan to'g'ri savol berilmaydi, bilamiz. O'shani can you give me or can I have degan formada so'rar ekanmiz. What? Endi ba'zi holatlarda some va any noun, ya'ni otsiz ham kelishi mumkin. Misol uchun bu yerda ahamiyat bering. I didn't take any pictures, but Jessica took some. Take picture bu rasmga olishda I didn't take any pictures. Men birorta rasmga olmadim va Jessica took some. Jessica bir nechta rasm oldi. Bu yerda vaziyatdan biza some borligini, to undan keyin picture bo'lishi kerakligini bilib turib, some o'zini ishlatib ketaveramiz. Otlashib qoladi. Men hech qanaqa rasm olmadim, lekin Jessica bir nechta oldi desak ham o'zbek tilida bilamizki, Jessica marojniy olmadi, da u rasm oldi. Or you can have some coffee, but I don't want any. You can have some coffee, but I don't want any. Sen kofe ichishing mumkin, men xohlamayapman. Da, demak, any deganda bu yerda ham muzqaymoq emas, balkim coffee. Ya'ni gapning ichidan ma'lum. I've just made coffee. I've just made some coffee. Would you like some? Men hozirgina biroz kofe qildim. Sen xohlaysanmi? Deyapti o'sha holatda. Demak, would you like some? Or where's your luggage? I don't have any. Sizda luggage sumkasi qani desa, menda yo'q. Desa o'sha nima yo'qligi ma'lum. O'sha holatda some anylardan keyin nounni ishlatmasak ham bo'ladi. Tushunarli? Bu savolga javob berganda yoki biror bir gapni davom ettirgan holati, shunday struktura, shunday holat mavjud ekan, bo'lishi mumkin ekan. Or something, somebody, anything, anybody. Thing deganda bular narsalar nazarda tutiladi, body odamlar. Da, misol uchun, she said something. U nimadir dedi. Demak, ma'nosi nimadir. U nimadir dedi. She said something. Or I saw somebody. Men kimnidir ko'rdim. Men kimnidir ko'rdim. Yes, nima bo'lyapti? O'sha something, somebody yoki someone so'zlari orqali bizga odamlar yoki narsalar haqida gapirganda kimdir, nimadir degan, ya'ni bu bir qancha odam emas yoki balki kimdir, nimadir degan ma'noni bildiryapti. Or she didn't say anything, not anything. Anything degani thing bu narsa, any biror, da. Demak, u biror narsa demadi. She didn't say anything yoki hech narsa demadi, bir xil narsa. I didn't see anybody. I didn't see anybody. Men hech kimni ko'rmadim. Yes, demak, yoki biror kishini ko'rmadim deyapti. Or are you doing anything tonight? Are you doing anything tonight? Kechqurun biror narsa qilyapsanmi? Nima bo'lyapti? Biror narsa savolda. Demak, savolda ham, inkorda ham something, somebody, xuddi some bilan any kabi anything, anybody, something, somebodylar ishlatilar ekan. Vot, mashqlar orqali bularni tushunib olasizlar. Bugungi darsimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Some bilan anyning keyingi mashqlarni hammasini bajarib chiqamiz va savollar bo'lsa murojaat qilamiz. Bye bye.